Yoqadiganlarga yoz olmaqand beramiz. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Olmaqand yoqadimi? Yeysizmi? Tishlab ko'ring. Men o'zim yoqmayini qaytarib olaman lekin. Tishlangan joyda yesangiz yumshoqroq, shirinroq. Zo'rmi? Yuring. Keyin yeyman. Siz nima? Aziza. Bo'ldi, endi buni menga bering. Rahmat, charcham. Olmaqand yoqadimi? Ha, yoqadi. Faqat ozgina qoldi. Menga ham qoldirishingiz kerak. Yeyishim kerakmi buni? Kichkinaligimda yerdim. Bir ketim bordi. Ehtiyot bo'ling. Shirinmikan? Yana yeb olasiz. Bolalikni eslab yeb tursangiz bo'ladi. Bu yoqdimi? Buni Buni faqat beradi. menga berasiz yana. Sizga kerak bo'lsa Instagramdan atmetga qilib qo'yaman. Dastavka qilsangiz bo'ladi. Olmaqand bolalik. Charchamang. Tilmayapman bunda. Salomat bo'ling. Keyingi safar Instagramingizni berib qo'ysangiz, sizni alohida chaqirib video olamiz, podarka beraman. Rahmat. Charchamang, salomat bo'ling. Bugun hamma olmaqand yeyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Olmaqand yoqadimi? Da, rosa yoqadi. Faqat men yeganman-da. Shu yeyishim kerak emas. Degan. Yurasizmi? Mayli. Rahmat, ko'taga rosa yoqadi olmaqand. Yeyinchi keyin baho berasiz. Rahmat ko'taga. Ovozlari bilan so'zlaymi? Mazami? Menga ham qolsin. Mayli, bitta tishlang yana. Bo'ldi, bering. Yo'qchimi? Zo'rmi? Rosa yeyapsiz lekin. Mr. Jasurbek, Instagram. Rahmat, charchamang. Menimcha hamma rosa yedi, eng kamini men yedim. Lekin zo'r. Men sizlarni ham o'yladim. Ozgina olmaqand qoldi. Eng yaxshi komment qoldirganki, dastavka bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka bordi.